buncha chiroyli, rahmat. Beting qursin. 30 yil katta qilgan onaga gul yo'q. Kecha tushgan xotinchasiga gul olib kelgan. Ona sizga kecha olib keldim-ku, gul. Yo, menga xuddi shunaqasidan kerak. Ber, ana ona. Buningga qo'li tegdi, boshqatki. Apiyi gul tarararara. Senga narsa ko'rib keldim men. Voy, menga ham xursand bo'ldi. Mana keling, rais bu. Mana qarang. O'z ko'zingiz bilan qarang. Xotinga nafki, onaga shimildir. Mana, men oyoq yalang yuribman. Menga nafki yo'q. Ona sizga doim paypoq olib beraman-ku, ayting bor-ku. Yo, qachon olib berdi? Yo, olib bersa kiymaymanmi mana? Olib bersa maqtab kiymaymanmi? Men senga shokolad olib keldim. Voy, buncha yaxshi. Mana qadrli azizlar, o'zingiz guvoh bo'lib turganingizdek, kechalari bedor bo'lib bolaga non suv berib chiqqan onaga shokolad yo'q, lekin 4 kunlik kelinga shokolad bor. Ona shokolad yomon ko'raman derdingiz-ku siz. Yo, men xuddi mana shunaqa yang'oqlisini yaxshi ko'raman. Beraymi shuni? Yo'q. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Senga tropik meva olib keldim. Voy, Beting qursin. O'sha tropik mevaga tiqilib olyapsanmi? Mana qo'ni-qo'shni ko'ringlar. Mana kechalari bedor bo'lib boqib chiqqan onaga tropik meva yo'q. Ona kecha olib keldim-ku sizga. Minnat qilma. Minnat qiladigan bo'lsak olib kelma. Ona kelingiz bilan shunday ishonch do'koniga borib kelay. hayotim, endi ishonch do'konlaridan Xitoyda ham yo'q narxlarda xarid qilishimiz mumkin. Yo'q-e? Avalon konditsionerlar 6 million 3 ming so'm. Shivagi gaz plitalari 2 million 299 ming so'm. 30 litrli Maytesh televizorlari 1 million 39 ming so'm. 7 kiloli LG kir yuvish mashinalari 5 million 565 ming so'm. Zo'r ekan. Shundan bitta olaylik. Hozir onamlarga televizor olamiz, kirmoshdan ertaga olamiz. Tinchlikmi? Kecha aytgan narsasini olib bermadim-da, sizga televizor oldim. Obir, bolam, shuncha mehnat qilyapti, ishimizni qil, obir. Ayol kishining ko'ngli nozik bo'ladi, bolam. Obir degan narsasini obir. O'zi sizga aytmasdan bitta tilla o'ziga olib berganman. Ya beting qursin, odam bo'lmading-da. Ali bu xo'rlangan qaynonalar kompaniyasimi? Tezib keling. Dada, men Rossiyadan keldim. O'g'lim, akam keldilar. O'g'lim, ana endi to'yni qilamiz seni. Qay to'y bo'lsa to'yda. O'g'lim, menga bitta yangi kostyum shim olaylik. Bu bilan Xudolar oldiga uyalaman-da. Michael Jacksonning kostyum shim bilan shlyapasi bizni zo'r o'laydi-da. Bo'ldi dada. Malades. Menga qunduzni terisidan shuba bo'lsa, yoqasiga tulkini dumi osilib tursa. Ona yozku hozir issiq-ku. Obirmasa, obirmayman-da. Men o'g'lim to'yga shunaqa shuba kiyamadim, niyat qilganman. Mana. Men bilan yetsa dugonamga seren rangli ko'ylakdan tiktiraylik, kelin salomga kelibdi, bunday qilamiz. Bunday qil. Hamma tamom. Yana 1400. Yetsa dugonamga hamda ularning puli yo'q, siz Rossiyadan kelgansiz? Yo'q, Rossiyadan keldi deb men. Menga $1000 ber, restoran gaplashib kelay. Ha, mana. Sani to'yingga 10 ta barmog'imga 10 ta tilla uzuk taqaman deb niyat qilgandim. Keyin o'ylasam xato bo'lib, kerak emas ekan. O'shada kerak emas ona. Undan ko'ra 10 grammli tilla zanjir olib berasan. Mushtumdek qo'lini ham bo'lsa, ko'zlari olmosdan, ha? Olmosdan. Mangona. Ha, o'g'lim. To'yingizga $100 salon gaplashganman. $100 bo'lsa, ma. Yetsa dugonamga hamda. Qani, u to'yga keladimi o'zi qilsin. Xola, 50 ta akvarium olib keldim. Qayerga tushiray? Akvarium kim aytgan sizga? Men aytganman, to'yxonaga dasturxon o'rtasiga qo'yamiz. Chiroyli chiqadi. To'yga Munisa bilan Luizani aytsang, Luiza boshlovchi bo'ladi, Munisa qo'shiq aytadi. Bu qimmatda ular. Pulni olib kelaman, qo'yib olib kelaman. Menga bitta telefon olib ber, qudalar oldida avtoritet bo'ladi. Pulim qolmadi, bobo. Ya, bu yoqqa yur. Milliy bog' metro bekatidan chiqqaningda to'g'risida Highland Electronics yur. Bir iPhone 13 Pro Max dan 17 Pro Max gacha Samsungning hamma modellari bor. Ana bera Dyson fenlaridan Dyson pilisoslarigacha bor. Rag'batli buyumlarni ko'rib. Avval bitta iPhone olib ber. Bobo, aytdim-ku, pulim kamroqda. Bu yerda boshlang'ich to'lovini qilasan, telefonni beradi, qolganini muddatiy to'lovga bo'lib to'laysan. Zo'r-ku, oling, qanaqasidan olasiz? Mana orangisida olaman. To'yga Munisa keladi, keyin uni munosiyonga qilaman. Dada, men o'ylab ko'rdim, katta bo'lsam, futbolchi bo'lasan, bacham. Ronaldinho Peleda golni dan qo'qasan, tirnovkan boshla. dada, men o'zim Futbolchi bo'lasan, tamom deyapman, be. ha, Nima balo qapilyapsan yana? dada aytdilar, men futbolchi bo'lar ekanman. Bitta to'pni orqasi kuchukdek qolashing qoluvdi. Meni ota-bobolarimdek doktor bo'lasan. Doktor, yuragim, pochkam. Nima qilyapsan, yech xalatni?
Dada, onam aytdilar, men doktor bo'laykanim. Sen voyenni bo'lasan, bu uyga men aytganim aytgan. Voyenni? Dadam harbiy bo'lasan dedilar-da. Hech qanaqa voyenniy payinni bo'lmaysan, amakingni oshpaz bo'lasan, tamom. Oshpaz? Jiyan, oshxonada nima qilyapsan? Ha, xola, onam aytdilar, amakimda zo'r povur bo'laykanim. Hech qanaqa oshpaz bo'lmaysan. Meni kasbim eng zo'ri. O'zim o'rgataman. Sut, qatiq, qaymoq. Xolos bundan normal pul topsa bo'ladimi? Zo'r pul qoladi. Uchastka mashinani hammasini shuni pulidan qilganman. Hamma to'g'ri aytyapmanmi hozir? Qani kefir dechi? Kefir. Yo'q, kefir emas. Kefir deb ayt. Kefir. Sendan chiqadi. Ajiyan. Assalomu alaykum tog'a. Alik. Men xolam bilan kefir sotyapman. Hech qanaqa qattiq paschi bo'lmaysan. Mana tog'a kasb seni haqiqiy kasbing. Mana jiyanim hozir polvon bola o'z mahoratini ko'rsatadi. Nima qilaman tog'a? Salto o'tasan, bir ikkisin bilib olamiz. Ana mahoratini ko'rsatadi. Salto ot. O'zi noto'g'ri sakradi. Bu voyenni bo'ladi bu. Oshpaz bo'ladi bu. Kefirchi bo'ladi. Yo, futbolchi bo'ladi bu. Doktor bo'ladi. Dorbasi ham yomon emas. To'xtanglar, meni ham eshitinglar. Uyda qanaqa masala hal bo'lsa, o'shanda men ham o'z fikrimni bildirishga haqqim bor. Kerak bo'lsa bu masalada vakolatli organlar bor. Qonundan kiritib qo'yibdi 15-modda. Iltimos, meni ham eshitinglar. Men uchuvchi bo'lmoqchiman. Dorbasi bo'lar, tepada yurasan, shuni effektini beradi. Qolyog'ochdan qanday chiqdilar, oqdilar. Dada, bizga pahlavon jiram keldi. Assalomu alaykum tog'a, yaxshimisiz? Hojiyan ki. Bu ko'ndiradi o'z dadamni. O to'y qachon endi tog'a? Sunnat to'yimi? Kuzlagan nasib bo'lsa. Bu sunnat bo'lgan-ku. Ukam aytibdilar, yur, onamlar oldariga boraylik, to'g'ri ko'ndirgin. Xola siz ham o'zidan ishlab, shunday charchab ketdingiz, endi nima chiza bilarkan endi, jo'ram bir. Ha, shuni aytaman-da, qiynalib ketdim-da, endi jo'ray bir pul yig'ib, ha? Tuydilar. Sanatoriyaga olib borsam, mazza qilib dam olib kelaman-da, ha, polvonim. Sen so'ramayapsan, bir to'g'ri so'ra. Sen shunday jumla tuzginki, uni ma'nosi erkin to'y qachon bo'lsin? Xola erkin to'y qachon? Bolam, buni biz ham bilamiz. Erkinjonni boshimizga yostiq qilmoqchi emasmiz. Lekin ro'zg'orni tortish oson emas. Haqiqatan xolajon ro'zg'or deydilar. Lekin aytmaydi xolajon. Men aytolmayman, nima deyishni bilmayman. Dada, ona saniki, o'zing nima qilsan qil. Bo'ldi, o'zing gaplashan, boshingdan qolsin. Dada, qo'shnimiz nevaralarni o'ynatib, mazza qilib yuribdi. Siz ham shunday yurasizmi yo? Haqiqatan, men ham ketdim, uni nevaralarini o'ynatib kelaman. Nima dey? Kim nol kelay bularga? Yo'q, dangalar aytinglar, uylanma. Tog'larning darasi, shavonda yigitning sarasi. O'g'lim, sen kasal bo'lsang, men nima qilaman? Ayt, qanaqa choy ichasan? Ko'k choy, asal choy, limon choy, bodring choy, pomidor choy. Ona solsam-ku, qilgandaymi? Keling, kipita olib keling. Oyjon, hozir olib keldim-ku. Yangi olib keling. Oyjon, temperatura 42 bo'lib ketibdi, qarang. Nima qilibdi 42 bo'lsa? O'zi ayollarning normal temperatura 42 bo'ladi, erkaklarning 36 bo'ladi. Oyjon, hech bo'lmasa bitta kipitokcha. O'zi ana shunaqa har kun kipitoga ichib, suvdan qarz bo'lib ketdi odam. Nimaga chiqding? Joyingga kun yot. Yaxshi, men ona shunday mollarga qarab kelay, och qolib ketdi. O'lib ketsa o'sha mol qani joningni azizmat bolam. Qo'yog olib keldim, belingga surtamiz. Tuxum olib keldim, bug'umlaringga surtamiz. Chestak olib keldim, boshingga surtamiz. Yot. Shartmas edi. Ha, kelin, nima qilyapsiz? Oyjon, mazam bo'lmayapti, ozgina dam oling. Bolalarga qarang. Oyjon, doktor chaqiraylik. Nima? Doktor kelib bolalarga qarasimi? Yo'q, bo'ldi, ketmayman. Onajon, yetaylik, men isib ketaman. Jim tur o'g'lim, sen kasalsan. O'sha payt men aytganim qilib, Nekov skulda o'qigan birorta doktor qizga uylanganingda, hozir senga qarardi. Sevaman, o'laman, kuyaman deb topgan qizingga uylantirdik. Mana hech narsani tushunmaydi. Oyjon, eshitib turibman gaplaringizni. Voy, qo'rqib ketdim, xijolatman. Mollarga qaradingizmi? Bahor keldi, ariqlan, qozonmiz. Hammaga 10 metrdan to'g'ri kelib, kiyiming alsirib chiq, ketdik, qozaylik. Hozir. Qanaqa hashar? O'g'lim bormaydi, u betob. Aslan, joyimizga tashlab ketmaymiz. Yo'q, pulini bering. Pulini? Mana kelinim borib, o'g'lim o'rniga o'sha ariqni qozib keladi. Boring. Oyjon, Kelinlar podkaz olib chiqay, qo'l bilan qozmaysiz-ku. voy, adasi boshlandi. Nima boshlandi? Men nima qilay? Oy! Dada! Yara, boshlandimi? Xotinchi. Ha? Aka, Malibuni zavat qiling. Suril. Bo'ldi, o'tib ketdi. Aniq o'tib ketdimi? Ha, bo'ldi, o'tib ketdi. Tosh o'tib ketdi, bor soqol olay, Britan.
Ana-ku, ey. Men Sardor Lakindan qorga o'shib ketib ey. Obed bo'ldi-ku. Ketdilar, uxlab qolma. Boshlandi. Boshlandi. Nima boshlandi? Dardi boshlandi. Shoshma. Yo, shosh. Dada. Ha, buya, hayda, radio'mlaydi. Alo, qil. Aka, Malibuni zavod qiling. Shoshmanglar. Lang kuning kichki. Bo'l, hay tez-tez shpit. Qo'shnilar lapotkalarni berib turing. Darvozani oching! Qani ochiladi? O'tib ketdi. O'tib ketdimi ana? Ha, oyijon o'tib ketdi. Tushunadi. Turish, tez-tez. Bo'ldi, darvozani ochmang. Yurakni yordi deb o'zim tug'ib qo'ya dedim. Nimaga chiqdingiz o'zi? Bilmayman, esidan chiqib ketdi. Qon saroyini mana shu yil topshiriladigan orzular loyihasidan 100% to'lov qilib olsang, kvadrat metr 11 million 990 mingdan ekan. Bitta bosmaymizmi? Shuni olaylik. Oy. Hozir boshlanadi. Yo'q-e. Ha. Ha, vahima qilasanlar. Oy, boshlandi. Aytdim-ku. Aka, Kalt o'zimda. o'zingizga bir aytmaysizmi? Shoshmasdaydi. Shoshmasdaydi. Kerak, chuqur nafas oling. Gazni bos. Nazarga tushsam, mana endi gazli bosaman. Hali bor ekan. Tuyani go'shtini yeganmi, nima balo? Mana tezroq keling. Kim bo'lasizmi? Yema kim ola bo'laymi? Biz hozir akamlarga osh kerak desak, ana oshni qazon bilan ketadi, buni qaranglar. Ana. Mana mini qazon, mana osh. Haqiqiy mis qozonda pishgan buxorocha osh. Bu qanaqa osh deyiladi? Oshi to'qi Buxoroni o'sha qozonda tayyorlanadigan dietetika oshi hisoblanadi. Ana dietetik degan joyni eshitdinglar? Eshitdinglar? Ibn Sino tavsiya qilgan osh bu. Dietetik sog'liqqa juda ham foydali. Ana bu go'sht, ana go'sht. Bugun biz go'sht yeymiz ana. Shunday qilib juda tahlil. Ana endi sabz so'na, ana sabz, alohida beraman. O'y, ala. Buni yeyish kerak.